gap lavzudur hamon. Aytgan so'zi yolg'on ertak bo'lmasin. Erkaklar hech qachon ermak bo'lmasin. Bu dunyoda erkak xor bo'lmasin. Fikrlaringiz qanaqa aka? Fikr zo'r, qo'shiq yaxshi chiqdi, aktual tema. Ermak bo'lib yurgan erkaklarni ichidagidan. Yo'q, hammasini ishondim. Yo'q, zo'r bo'libdi, yaxshi. Klipda o'zi ham ortiqcha narsalar yo'q. Tushunarli, o'sha qo'shiqni so'ziga asosan mag'zini chaqish uchun berilgan narsa bo'libdi. Zo'r. Sizga ham aka rahmat. O'ylaydi qora ko'z farzand baxtini, ro'zg'or deb o'tkazar umr vaqtini.